Bratim, bu tomondaman. Yo, brat ko'rmagansiz qarang. Ko'rmisiz mana brat. Xullas mana shu yerda ikkinchi etajda bitta kresa o'tiribdi. Rosa kutdim kelmadi. Oxiri o'zim push qilamanmi deyman-da. Brat nima gap? Tuzimisiz? Yo, o'lib qolganingiz qarang. Nima kirsachilik qilyapsiz, brat? Uyalmaysizmi shunday yoshda bo'lib turib kirsachilik qilishga? Yo. So'kinmang, brat, so'kinmang. So'kingan odam do'zaxiy bo'ladi, brat. Yo. Qaytib kirsachilik qilganingizni ko'rmay, xo'pmi, brat? So'z bering menga. Yo. Qani bu yoqda nimalar bor? O'p, brat, ana tekin kel, brat, nima gap? Tuzimisiz? Cho'ta odam kelyapti-da. Odam kelyapti-da. Qani u? Ye, brat, orqadan kelibdi. Brat, yaxshi emas. Orqadan kelish erkakning ishi emas, lekin oz men sizlarga master kelas ko'rsataman. Qani. Hoppa! Yeb brat, deb qoldik-ku. Brat, uzra, gaskiz uzib ketgandir. Hali bratimizni otib magazinga kelsam, bitta narsa paydo bo'lib qopti deylar. Buni nimaligini bilmasdan ustiga bitta bossam, o'yinga tushib ketdi. Bilganlar bo'lsa buni kommentariyga yozib olinglar. Nima bu? Hop, brat, puldan berar ekan bu. Videoni oxirigacha ko'rganmisiz? Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoning davomi profilda.